Öyle geçişlerim yaşmışlar. İşten geldim o sonkam. Uyumga. Hamma Instagramda chiqyapti, hokimlar kiryapti. Shu hokim meni uyimga kirib qolganda nima deyardim? 5 yildan beri agaratimga suv kirmaydi, ko'cha arig'idan. Shu arig'imda suvni muammomni hal qilib berishini so'rardim. Keyin arzon o'rnatish kerak. Ha, burada qo'shnim uyda kiram bor. Meniki ruxsat berishmabdi mana. Mana o'sha suvda nimasi bor. Tushunmayman, kalados qo'yilgan. O'shandan totirishga ruxsat bermabdi kimlardir. Ishxonamizda erkaklarimiz qaytib ketgan, shu kranimda, arzonimda hal qilib berishini so'rardim. Hokim buvadan kirib kelsa. Agaratimdan 9 sotik agarant. Shu yerdan foydalanishim uchun ko'cha arig'imni suv yaxshi yurmaydi, shu suvni uyimgacha kelishiga xavfsizligini ta'minlab berishsa deb iltimos qilardim. Nimaga? Suv bo'lsa, chorvog'imdan agaratan narsa ekaman. Ko'ryapsizlar, chorvoq kichkina bas 14 sotik. Bu ko'cha arig'idan kelgan suvni kimlardir bekitib olgan. Ha, yetarmayman. Shu yo'llarini ochib berishni so'rardim. Chunki uyni qurishim kerak. Hali hech kim mana senga g'ish, mana shipir deb olib kelgani yo'q. Kelib xola-xola so'raganlar bo'lyapti, lekin hali bergani yo'q, berolmaydi menimcha. Shuning uchun qish kirmasdan uyimni tiklab olishim kerak. Bekarchi odam bo'lsa, mana simon quydirib qo'yganman. O'sha 10 yil oldin yonganda elam qilib ketib, simon quydirib qo'yganman. G'ish bo'lsa urib olaman. Agaratim bo'sh yotibdi, chunki chorvoqqa suv berilmaydi qo'shnilar tomonidan. Hammasidan emas, endi suv kelmaydi meni uyimga. Berishmaydi. Shu arig'imni muammosini hal qilib berishini so'rardim. Keyin qiynalgan oilalar bo'lsa, chevarlar bo'lsa, mana shu tikka mashinani qolibdi yonmasdan. Mana ko'rasizlar. Bu tikka mashina mana temirdan. Shuni shunday sovg'a qilib boraman. Tepasini yasab bo'lsa bo'ladi. Kimdadir shunga muhtojlik bo'lsa, yozinglar, beraman. Yana nima demoqchiman? Shu uy yongan odamga qanday yordam bo'lsa bo'ladi? Hozir bajardan tinmasdan baholatib bering, ketgan narsalarni deyapti. Meni baholatgani pulim yo'q, chunki men bilasizlar talabaman, 3-kursda o'qiyman. Oyligim o'sha o'tib ketadi. Ikkita farzandlarim bor, xonim tikib yasholmayman. Shuning uchun shu yorug' yoz kunlarda uyimni tiklab olishim uchun duo qilinglar. Uy yongan paytda qanday qayerdandir moddiy yordam, nimadir yordam olishim uchun bajarda ham imtiyozlar bormi? Nimaga desalar, uy qolmaganki, baholatish kerak ekan, xulosa olishim kerak ekan. Ular shunga maslahat beringlar. Boshdan o'tganlarmi, yo shu soat ishlaydiganlarmi? Menga maslahat beringlar. Hech kimga sizlarning nomerimni tashlayman. Sog' bo'linglar.